Assalomu alaykum jigarlar. Bugun 4-moykaga boramiz. Moyka qilamiz mashina kirib ketgancha. Hozir sekin yo'lga tushamiz. Biratan mana oldimga o'tgan bo'lsalar kerak, mashina o'tirib joyi qo'yib qo'yaman. Sekin keturish kerak endi. Moyka borgandan keyin yoqaman. Yo'qni qattarligini. Yaxshi moyka deyishyapti lekin. Omuna bo'lib, like boshlashdan chiqarmaydi. Imkon qadar hammasini ko'rishga harakat qilaman. Ancha kirib ketgan ekan mashina. Suv olganman. Ancha kirib ekan mashina. Hozir moyka normalniy moyka deyishdi so'raganimda. Borib tekshiramiz. Muhimi quyoshda bo'lmasa bo'ldi kolonkalar. Muhimi sizlar podдержка qilishni unutmanglar. Like bilan obuna bo'lishni bosib qo'yinglar, komment yozsanglar xursand ketaman. Давайте уже 4-moyka qolamiz. Tekshiramiz, точнее. Butunni ketdimmi? Obballa. Birinchi kurs qolib ketgan ekan. Bo'tdi ketdik. Jigarlar moykaga ham yetib keldik. Hozir oynalarni yopish kerak. Lekin juda salqin joy ekan moykalar, ham qaranglar. Salqin u tepada artalgan joylari ham bor. Prinsipe normalniy moyka bo'lishi kerak. Hamma kelar ekan. Kolonkalar juda ko'paygan ekan. 20-25 tacha bor. Hozir endi sekin mashinani moyka qilamiz. Kirligini qaranglar. Balonlar ham. Juda chiroyli qilib moyka qilish kerak. Mana bo'ladi shunda. Normalniy kirib ketgan hozir ko'rsaman. Dushi moyka qilamiz hozir. Poliglarni yechib olib, keyin yoqaman. Hozir mana aktivniy pena ekan, kimyo emas. Shuni sepdi. Normalniy 5000 ga chotki bo'ldi lekin. Hozir endi ustidan bitta suv sochamiz deb pena bilan ishqalaversa, bitta narsasi gubkasi yo'q ekan, nima ekan? Atak moyka chotki. Penalari gap yo'q ekan. Suv ozgina qimmatroq ekan, lekin bo'ladi normal 20 ming yuvildi hozir. Chotki toza bo'lgan qaranglar. Bitta artosi. Chotki atak. Bitta yuvorish kerak. Bitta artorish kerak takoy qilib. Hammasi chotki bo'ladi. Moykani o'ziga gap yo'q lekin. Chotki penalarni ham, suvlari ham toza. Hozir endi bitta artorsak. Kalti ham. Artib olgandan keyin qo'yaman qanaqa turishini. Mashina ham bo'ldi, mana chotki bo'ladi takoydan. Yaltirashni qaranglar. Oynalarini eshik ochiq qolib ketibdi. Tak speshka bilan olib boraman. Poliglarni artib, sotib, oynalarni dog'am qolmadi oynalar. Ham tozgina bor ekan, mana ichi bilan qo'ying, takoylar ekan. Bunker bo'ldi. Hamma joylarda. Salonlar ham chotki bo'ldi. Bu algoritmda vatandagi moyka. Bratani to'g'ri ketyaptilar. Chotki ekanligi moykasi. 10dan 10 qo'yapti. Undan 10 qo'yamiz. Takoy chiroyli bo'ldi mashina. Bratani bo'ldi. 4-moyka zo'r chiqdi lekin. 10dan 10 qo'yamiz endi. Zo'r aytganda 10dan 10 bo'lmasa, ko'ngil uchun qo'yib qo'ysa bo'ladi. Suvlar toza, penalar zo'r, artadigan joylar salqin. Hammasi ideal, короче. 25 mingga moyka bo'ldi hozir полностью. Ya'ni keyingi davomlarini qaysi moykada bo'lish xohlasanglar, o'sha kommentariyada yozib ketinglar. Like bosib, obuna bo'lishni ham unutmanglar. Kommentariyada qaysi moykani yozsanglar, o'sha moykaga boramiz. Farqiga qattarligini Toshkentda qayerda bo'lsa ham boraveramiz. Endi sekin biza ketdi. Damchani olaylik endi. Terlatdi yo'qdanmi bunaqa moyka? Ketdi.
obuna bo'lishni unutmanglar. Hali dalchi bo'lishi nada bu kontent bo'ladi.